Assalomu alaykum, hurmatli vodiylik obunachilari hamda internet tarmog'i kuzatuvchilar. Bugun 13-aprel yakshanba Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumaniga hayvon bozoriga yetib keldik. Videolarimiz birinchi qismi ena bola mol hamda yosh xunajin, bo'g'oz xunajinlardan syomka qildik. Ko'rishingiz mumkin, akalar o'ta go'zallari chiqibdi bugun. Bemalol videoni kuzatib, bemalol like'lar bosaverasizlar. Kuzatib davom etinglar akalar. Hurmatli obunachilar, bugungi birinchi syomkamiz toza shved. Birinchi tug'ma 20 kunlar bersa tug'adi ekan. Bo'ylarni shunga o'lchab qo'yamiz. Bir qirq chiqdi bo'ylari. Aka, kuragi nechi? 2 kurak. 2 kuragi. Endi harakat boshladi. Ha, ya. 3 yashardi, 3 yashar. Yemoq-ichmoq yaxshimi? Yemoq-ichmoq yaxshimi? Nech pul dedik? 55 million. 55 million kami bor. Nech pul qildingiz? Qancha aka? Ular akamiz 42 million qildi mana. Otasi Angus, enasi shved, gibrid molimiz. Hop, 30 ta sutiga olaversin deyapti. Ko'rishingiz mumkin. Bolasi xunajin. Birinchi tug'ma. Aka kuragi nechi? Kuragi 4 kurak. 4 kuragi? Kuragi 4 kurak. Yemoq-ichmoqlar joydami? Ham joyda. Yuvoshmi aka? O'ta ham yosh bolaga 80 million. Bu. Yosh bolaga ham 80 million deyapti mana. O'ta yerlar yumshoq. Ko'rishinglar mumkin mana. Qadrdonlarim, yuzdagilarga bersanglar bo'ladi. Bemalol 30 ta suti bor. Uyda biznes qilsa bo'ladigan mana molimiz. Birinchi bolasi mana. 20 kun bo'lib to'p qo'yganmiz. Oz qochib qoldi. 20 kun bo'lib to'p qo'ygan. Necha oylik bolasi hozir? Bolasi 2 oyga borib qoldi. 2 oyga borib qoldi, bo'yini shuni o'lchab qo'yamiz. Bolasini bo'yini o'lchab qo'yamiz mana. Bolasini bo'yi 99. Hurmatli obunachilar, ko'rishingiz mumkin. Arkasından var. Neç pul deyapsiz aka? Bozor 50 beryapti. Bozor 50 beryapti. O'z neç pul deyapsiz? 60 değil yaqin. 62 million. 60 million. 60 million kami bor deyapsiz. 60 million so'm kami bor. Bozor 50 million beryapti ekan mana. Ozgina qo'shimcha beraveradi. Akamizning nomerlarini hozir olib qolamiz. Yoqqan bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zingizdan vaqtni inobatga olgan holda. Ayting. 99 lik. 724 724 99 30 Elmurod Cho'naka deb aloqaga chiqaverasizlar akalar. Mana hurmatli obunachilar. Rasit Maroda yana bola molimiz. Ko'rishingiz mumkin. Bolasi xunajin, ha? Bolasi xunajin. Nechta suti bor tog'a? 15 ta 20 ta suti bor. 15 taga olaversin, ha? 15 taga olaversin, ha, sutini. 15 taga olaverasizlar mana. Sog'ishlari yaxshimi? Yaxshi edi. Yana bitta olib kirish kerak. Mana. Hurmatli obunachilar, yuvosh, bemalol uydagilarga bersanglar bo'laveradi. Yemoq-ichmog'i joyida. Yo'q, hamma yo'q. Bo'l. Nech pul deyapsiz yana bolani? 39 kam bor. 39 million so'm kami bor. Bozor qildimi mahalla-ku? Yo'q, hozir keldi. Endiroqda kelishdi, 39 million so'm kami bor. 3-chi bola. Toza shved, bolasi gibrid, 3-chi bolasi 10 ta sut olsin deyapti.
naqadriyati o'chirishgan. Ko'rishinglar mumkin. Hurmatli obunachilar, bolasi xunachi. Aka, yemoq-ichmoq joyidami? Yemasa, ichmasa, tutsa, tepsa hamma rasxodda bizni bo'ynimizda ijobat bo'ladi. Bo'ldi bu. Buni 30 million naqd yapmiz, g'ijib ichgan so'raylik. 30 million so'm kami bor, hech bir kami bor ekan. Eng qizig'i. Sotildimi bu? Ko'chi. Ko'rishlarimiz yo'q. Oldimizda mollar, odamlar o'tyapti. 30 million so'm kami bor mana. Ko'rishinglar mumkin. Yana mashhur. Keyin simit olib olamiz. Hurmatli obunachilar, ko'rishinglar mumkin. Mana. Bolasi xunajin. Mana bolasi. 45 ta suti bor ekan. Mimorlar, hurmatli obunachilar, 25 ta suti bor ekan, 45 ta devorpan, narxi 45 million so'm ekan. Obunachilar ko'rishinglar mumkin. Yemoq, ichmoq, yemasa, ichmasa, usta tepsa, rasxoti meni bo'ynimda deyapti. Ko'rishinglar mumkin. O'zimizni jaydari qora ena bola mollarimiz, bolasi xunajin, mana ko'rishinglar mumkin, bolasi gibrid ekan. Yigirmata sutli olsin deyapti. Yemoq ichmoq joyida. Aka, sog'ishlari qanaqa? Tog'ishlar yumshoq. Yuvoshmi? Yuvosh. Bolasini yedirsang ham, yedirmasang ham bo'ladi. Bo'ldi. Estinglar, hurmatli obunachilar. Eski kami bor? 35 kami. 35 million so'm kami bor. Bozor qildimi? Uchinchi bola. Bozor endi keldik. Endi keldinglar. Mahallaga ham hali bor savdo qilmadi. Mahallaga 30 berib. Ha, 30 million qildi mahallaga, bo'ldi. Uchinchi bolasi, hurmatli obunachilar, ko'rishinglar mumkin mana. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, mana keyingi qirg'iz molimiz. Qirg'izistondan o'tgan mol, 4 ta mol, bitta akamiz o'zidan ekan, mana shu akamiz o'zidan ekan mana. Shashmay odam keling. Aka, nechinchi tug'ma dedingiz? Ikkinchi tug'ma. Ikkinchi tug'ma. Nechta suti bor? Hozir kundan kunga qo'shilyapti. 12 ta 13 taga chiqib qoldi. 12 ta 13 ta ichib. Bolasi yo'qmi buni? Bolasini yonboshda turibdi. Ha, mana bolasi ekan. Buni bolasi qari? Buni bolasi nari. Ha, mana ekan, buni bolasi bo'ldi. Lekin umobdi-da shunga. Buni bolasi mana. Har darkincha bekin turibdi. Hamma sog'i. Bo'ldi. Yo'lkasida pastashlari bor. Navosmi bolasi? Ko'paysin. Yo'q. Xunajin. Ha, xunajin bo'ldi. Bolasi xunajin. Tushunishadi. Mana, bo'ldi. Nech pul deyapmiz buni? 38 dan baho aytyapman. 38 million so'm kami bor. Kami bor. Ha, bular hammasini qisasi yemoq ichmoq joyida. Joyida. Yemas ichmasa pulidan olib qolib, sinab, keyin apga beradi. Separator qilib oladi. Bo'ldi. Tortib, qaymog'ini o'lchab, bo'ldi. olib kelishadi. Bo'ldi. Nechta sutidan bor bularda? Nargi qoraniki 8 ta. 8 ta qoraniki. 8 ta 9 litrga chiqib qoldi. Aha. Molnichki. Buniki 12 litr. 12 litr. Ha, monochi. Buniki 15 litr. 15 litr. Orqalarini ko'rib videoga oling, orqalarini. Mana. Ko'rishinglar. Yo'q, ne? To'lib turibdi. Mana. Yuvosh. Vodiy Olex. Vodiy Olex. Mana. Akamiz mollari ko'p ekan. Yurishlarini ham ko'rsatyapman. Ko'ringlar mana. Siz ko'p ekanmi, Ay, mana. Siz bo'ladi. Bo'ldi, bo'ldi. O'zini ham oling, o'zini ham oling. O'zini ham olyapmiz. 100 ming bersa bo'ldi. Bo'ldi mana. Pul berib qoldiryapti. Men pul olaman. Ko'rishinglar mumkin, hurmatli obunachilar, mollarini ham mana. Mollarini ham orqasi. Mana mollarini ham orqasi. Endi mol narxini ayting, bular narxini ayting.
O qorami. Narxi nima? Ha, qorani. Million pul aytyapman. Nech pul? 30 million. 30 million so'm aytyapsiz. Narigi qorani ayting endi. Narigini 28 bering. 28 million so'm uni. 2 litrda 28. Bo'ldi. İkinci tug'ma. Ikkinchi tug'ma uni. Aha. Buni narxi nech pul? Bunimi 36 bersin. 36 million so'm. Kami bor. Ha, kam. Bo'ldi. Hammasini kami bor. Telefon qilaverasizlar. Telefon nomeringizni ayting endi. 99'lik. Aha. 305. Aha. 9302. 93 02 og'iri. Bo'ldi. Qo'rg'ontepa. Bo'ldi. Qo'rg'ontepadan deb murojaat qilaverasizlar. Keyingi yana bola molimiz. Aka zot qanaqa? Shved a? Bolasi gibridmi? Shved bolasi. Ha, bolasi ham shved. Xunajin ekan. Bolasi. Necha suti bor aka? 10 ta suti bor. Yemog'i ichmog'i? Sog'ish qanaqa? Sog'ishlar yuvosh. Ko'rishinglar mumkin. Hurmatli obunachilar. Aka, nech bilyapmiz? 40 deyapti. 40 million so'm kami bor. Bozor qimmatingizlar? Ha, 40 million so'm kami. Aka, bozor mahalla-ko'y savdo qildimi? Hech baho berdimi? Endi kirdi aka, birinchi bolasi. Birinchi bolasi endi kirilibdi mana ko'rishinglar. Bolasi bu qo'chasidan ham kelib qolibdi. Hurmatli obunachilar, mana ko'rishinglar mumkin. Yana bola mol, zot qanaqa desam aka, men to'g'ri tushunmayman. Deyapti. Hurmatli obunachilar, kommentariyaga yozib qo'yasizlar shu molni zot qanaqaligini. Xo'p, bolasi bu qo'cha. Aka, yemoq ichmog'i yaxshimi? Yeb ichiga javob. 15 ta suti bor. Ha, 10 ta suti bor. 10 litr suti bor. Bolasi bu qo'cha. Nech bilyapmiz? 35 aka. 35 million so'm kami bor. Mahalla-ko'y savdo qildimi? 30 millionga bermaydi aka. Bo'ldi aka. Hurmatli obunachilar, ko'rishinglar mumkin. Keyingi yana bola molimiz, bolasini ovoz, enasi. Aka necha sut beradi? 7 ta yolg'izsin aka-na? Bo'ldi. 7 ta sut olaverasizlar mana. Aka, o'zimiz jaydari qora mollardan-a? Bolasi gibrid shekilliga. Bolasi gibrid mana. Ko'rishinglar mumkin. Yemoq ichmoq qanaqa? Mol bizniki. Bo'ldi. Rasot ham bo'yningizda. Bo'ldi. Nech pul deyapsiz yana bolani? 28 kami bor. 28 million so'm kami bor. Mahalla-ko'y bozor qildimi? Hozir keldi. Hozir kirdinglar, bo'ldi mana. Ko'rishinglar, 28 million so'm kami bor. Keyingi yana bola molimiz. Bolasi qanaqa? Xunaji. Bolasi xunajimi? 5 ta? 15 ta. Ha, 15 ta suti bor ekan, bemor o'dir. Hurmatli obunachilar mana. Orqa ko'rinishlari. Gap deriski qarayapti, ismini? Yo'q. Bo'ldi. Yemoq ichmoq qanaqa aka? Aka, ashi kambay. Kambay. Bu. Nech bilyapmiz? 3 million kami. 33 million so'm kami bor. Bozor mahalla-ko'y qildimi? 26 million berishyapti. 26 million berdi, demadingiz. 6 million. 6 kilolik bolmi? Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi mana. Hurmatli obunachilar, yana bola qatorida toza bitta qisir xunajinimiz ketdi. Toza shved ko'rishinglar mumkin mana. Bo'ylarini ham o'lchab qo'yaman hozir. Juda sho'xroq ekan molimiz. Yosh Uzoqda olyapmiz, plus minusini kelib ko'ramiz. Endi mana. Hurmatli obunachilar, buruq 48 chiqdi bo'ylari mana. Ko'rishinglar mumkin. 1-2 sm plus minusi bor. Aka nech pul deyapmiz? 40 million kami bor. Hali tug'magan-a bu? Yo'q, Ikkita tuqqan ekan mana. Bo'ldi, ikkita tuqqan ekan. Ko'rishinglar mumkin. Oz kurak. Zot qanaqa desa bilmaymiz. Olib sotar, mol qurishda qozoq moli deyishyapti ekan, egasi bilmaydi ekan. Mana. 3 tug'ma. Tog'a bolasi? Bolasi 3 oy bo'ldi. Yo'q, xunajin. Xunajin-a? Bo'ldi, bolasi xunajin ekan. Necha suti bor? 10 ta sutga bera olaman. 10 ta sutga beraverasiz. Nech pul?
33 million kami bor deyapman. 33 million kami bor. Yemoqchi voqi yaxshi. Ham yo'q deyapman, kavish qaytarib, tekis turib. Bo'ldi. Navoiydan keldi deysizmi? Ha? Navoiydan keldi. Ha, Navoiy. Ha, maydami? Bo'ldi. Qo'rg'ontepani moli. Keyingi shved molimiz. Aka hozir qisir shakliga, qisirmi hozir? Bilmaydi ekan. Bo'g'oz qisirligini ham bilmaydi ekan. 5 ta suti bor dedingizmi? 5 litr suti bor. Bo'ldi. Bir mahal sog'ishga 5 litr suti bor ekan. Hurmatli obunachilar. Yemoqchi voqi joyida. Xo'sh. Nech pul deyapsiz? 25 million kami bor. 25 million so'm kami bor. Qolarman akamiz 19 million 500 ming qildi mana. 20 uchun olib keldim. Ikki oy. Mahallamda olibdi Ko'rishlar. Yo'l savdo hamma yo'lda ishlaydilar. O'zimni qadrdonlarim, chorashqibozlarim, moja qiziqadigan aka-ukalar. Bu ozoqatarga ham yetib keldik. Mana ko'rishlar mumkin. Ikkita xunajinimiz akamiz o'zidan ikkalosi ham 9 oydan o'tgan deyapti. Aka nechi kure bular? 2 kure mononisi. Bu 2 kure deyapti u yoqligi. Nechi tug'ma bular? Ha? Ikkosi ham birinchi tug'um ha? Bo'ldi, ikkosi ham birinchi tug'um ekan. Yemoqchi voqi qanaqa? Bexijolat, bir hafta sinovi bor ha? Bo'ldi. Nechi puldan deyapsiz aka? 23 milliondan kami bor. 23 million. Qaysi kanal? Keyingi molimiz. Aka, necha oylik bo'g'oz? 6 oylik bo'g'oz. Nechinchi tug'ma? 6-chi. 6-chi tug'ma. Kuragi? Ha, bo'ldi. Kuragi tushmaydi. Bo'ldi. 6-chi tug'ma ekan. Ko'rishlar mumkin. Yemoqchi bog' yaxshimi tog'a? Bo'ldi. Sog'ishlari qanaqa edi buni? Sog'ishlari. Yuvoshmi? Yosh. Bo'ldi. Sog'ishlari yuvosh deyapti. Necha pul deyapti? 18 yapmiz, 13 ga hardan kelyapti. 18 million kami bor. Bozor 13 million qildi. Demadingiz. Yo'q. Ko'rishlar. O'zimizni joylari, olamonlarimizdan hurmatli obunachilar, nechta tuqqan desam 3-4 ta tug'ib olgan deyapti. Hozirda 6 oylik bo'g'oz dedingizmi? 8 oylik bo'g'oz ekan hozirgi paytda. Ko'rishlar mumkin. Yemoqchi voqea yaxshi javob deyapti. Shaqlarni ham ko'rishlar. O'ta go'zalda shaqlari ham bezak berib chiqilgan. Nech pul deyapsiz? 18 deyapmiz, 17 million. 18 million so'm kami bor. Bozor nech pul qildi dedingiz? 15 million 500 qildi. 15 million 500 qildi, bermadi. 17 millionga shuni berib yuboraman. Keyingi o'zimizni jaydari to'qol mollardan ikkinchi tug'um ekan. Qonida ikkinchisi 7 oylikdan o'tgan. Yemasa, ichmasa rasotimni o'zim bo'ynimga deyapti. Hurmatli obunachilar. Necha pul deyapsiz tog'a? 17 million so'm kami bor. Bozor necha pul qildi? 15 million 500 qildi. Bermadingiz. Zot shved ikkinchi bolasi qonida 8 oylik bo'g'oz. Ko'rishlar mumkin, hurmatli obunachilar. Yemoqchi voqi qanaqa aka? Zo'r. Bo'ldi. Usul tepish, sog'ish yaxshi. Bo'ldi. Nech pul deyapsiz? 32 million kami bor. Kurak yorganmi? Ikkinchi bolasi. Kurak yorganmi? Kurak yorgan ekan mana. Bo'ylari buruq-quruq ekan, hurmatli obunachilar mana. Ko'rishlar mumkin. Keyingi to'qol shved molimiz. Tog'a necha oylik? 4 oylik bo'g'oz. Nechinchi bolasi? 3-chi bola qonidagi. Qonidagi 3-chi bolasi. Bo'ldi. Qonidagi 8 kurak ekan. Yemoqchi voqea yaxshimi? Yo'q. Usmiydi, tepmiydi? Yo'q. Bo'ldi mana.
aylantirib Boya o'tamiz. boğaz mağanası yapalım. Bo'ldi, hozir oqamiz buni ham. Bu oqam akamiz o'zidan ekan. Hozirda suti bormi tog'a buni? Suti bormi hozirda? 5 litre su var. Ha 5 litr suti bor ekan. Nech pul deyapmiz? 35 litre. 35 million kami bor. Bozor qildimi? 30 milyon sonra. 30 million so'm berdi. Bermadi. Keyingi mana oq molimiz. Zot qanaqa buni? Bu yan Gibrid shekilli. Gibrid bo'lsa kerak. Lekin 8 aylık babam. 8 oylik bo'g'oz ya boshqacha. Süre. O'zimiz jaydar desa o'zimiz jaydariga o'xshamaydi lekin. Kırmızı mı onda? Qirg'iz mola bo'ldi. Qirg'iz molda deyapti. Yana kommentariyaga yozib qo'yishingiz mumkin, hurmatli obunachilar. 8 oylik bo'g'oz, bunisi ham necha kurak bu? 40 million. Kuragi nechi? 8 aylık. Bu ham 8 kurak. Necha ish tug'ishi? 3. İşte bu kadar 4. Ha, 4-chi qonida ekan mana. 40 million so'm kami bor ekan.